Zonadan Afsona Development qurilish kompaniyasi qurgan ortda turgan mana shu Novostroykani ikkinchi qavatdan tayyor kvartira endilikda sotuvda. Bu kvartiramiz o'zi bir xona bo'lgani bilan kvadraturasi juda ham katta, mazza qilib yashashingiz mumkin bo'ladi. Old qavatli domni ikkinchi qavatda joylashgan kvartiramizga eshikdan kirishingiz bilan chiroyli atmosferadagi xonadonimizga kirib borasiz. Bu tomonimiz to'liq shkafdan foydalanishibdi. Har qancha kiyimlaringiz bo'lsa ham hammasini ushbu prixoshka mebelga joylashtirsangiz bo'lar edi. Va e'tibor bergan bo'lsangiz, mana shu qismimizda ham joylab bor ekan, yumshoq mebelni ham harakatini qilish mumkin. Endi esa birinchi xonamizga kiramiz. Bu kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. O'zining alohida kattakon televizorlari bu tomonda mebellar bilan birgalikda ko'rsangiz bo'lar edi. Qo'shimchasiga universitetga qaragan alohida balkoni ham bor. Ijaraga qo'yib yaxshi daromad topsa bo'laveradi. Navbatdagi qismimizni ko'ramiz. Bu uyimizning umumiy sanozuli. Sanozulimiz to'liq to'pli pol qilingan. Xonalarimiz radiator registrlar yordamida isitiladi, lekin ta'mirlarni juda ham chiroyli qilib, minimalistik uslubda ta'mirlab qo'yishibdi. Oshxonamizga ham gap bo'lishi mumkin emas. Mana e'tibor bergan bo'lsangiz, mebellarni ham to'liq tayyorlatib qo'yishibdi. Barcha maishiy texnika buyumlari o'z o'rnida qoladi. Mana bitta fikr aytaman, mana shu joyga yumshoq mebel qo'yib, buni qo'l qismiga olib chiqib qo'ysangiz ham yanada chiroyliroq bo'ladi. U yoq endi sotib olgan insonning o'ziga havola. Kvartiramiz narxiga keladigan bo'lsa, $47,300. Oz-moz yana barakasiga o'tib beradigan joyi bor ekan. Egalan telefon nomeri videoni pastda aloqaga chiqsangiz bo'ladi.